Nega futbolchilar oyligi shifokorlar oyligidan ko'p? Kimdir aytishi mumkin, shifokorlar odamlar hayotini qutqarib qoladi. Futbolchilar millionlab insonlarga emotsiya bag'ishlaydi. Futbolchilar oyligi bu ularning kerakli, foydali ekanliklari uchun mukofot emas. Bu katta biznesning kichik bir ulushi hisoblanadi. Klublar, hamkorlar, ommaviy axborot vositalari har bir o'yindan, reklamalardan, translyatsiyalardan va merchlardan milliardlab ishlab topishadi. Har bir futbolchi bu muxlislarni va ularning pullarini orqasidan ergashtira oladigan shunchaki produkt show. Shifokor eng zo'r mutaxassis bo'lgani bilan u bunchalik ko'p foyda keltira olmaydi. Moliyaviy tarafdan. Ha, u ijtimoiy ahamiyatga ega, ammo tijorat kasbi emas. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, o'rtacha 80% studentlar meditsina sohasida yaxshi shifokor bo'lib yetishib chiqadi. Futbolda raqobat juda ham katta. Shunchaki tushunishingiz uchun har 1 million boladan atiga 10 mingtasi yaxshi o'yinchi bo'lib chiqadi. Bu esa 1% degani. Futbolda talantlar, ya'ni top darajada o'ynaydigan Mbappe, Yamal kabi o'yinchilar kamdan kam uchraydi. Futbol hammaga bir xil o'rgatiladi, lekin yuqorida sanab o'tilgan futbolchilar kabi emotsiyaga boy o'yin ko'rsatadiganlar sanoqli. Xulosa, yaxshi shifokor bo'lish qiyin emas, lekin top darajadagi futbolchi bo'lish juda ham qiyin. Ha, futbolchilar oyligi ko'p, lekin buning sababi shundaki, ular millionlar orasidan aql bovar qilmas mehnat orqali saralab olingan.